Salom hammaga. Bu qisqa videoni Qur'ondagi bir qissani parchasidan eslatma, ogohlantirish va uni tushuntirib berish uchun tayyorladik. Uni mavzusi erkaklarning tilla taqib yurishi haqida emas, yoki tilla qoshiq yelkada ovqatlanish yoki tilladan qancha zakot berish haqida emas. Vaholanki bular ham taalluqli bo'lishi mumkin. Bu eslatma videoda Shuayb payg'ambarni bir xitobini o'rganamiz. Ularga ergashmagan va aytganlariga amal qilmaganlarning ahvoli nima bo'lgani haqida ogohlantiramiz. O'sha narsa hozir qanaqa ko'rinishda davom etayotganini tushuntirib beramiz. Ey qavmim, o'lchash va tortishni adolat bilan mukammal qiling. Odamlarning narsalarini kamaytirib qo'ymang va yer yuzida buzg'unchilik qilib yurmang, deydilar Shuayb alayhissalom Madyan diyoridagi qavmlariga. Buni biz Hud surasi 85-oyatdan o'qidik. Qissani boshini va qolganini o'qisangiz, ularni qavmi Allohni qo'yib boshqaga ibodat qilganlarini ham bilsangiz bo'ladi. Va shu oyatda ko'rganimizdek, ular o'lchov va tarozidan ham urib qolganlar. O'lchov va tarozini ko'pchilik o'sha bozorlardagi tarozi va metrdan urib qolishgina xolos deb o'ylaydi. Aslida bu faqat shu ikkalasi bilan bo'lmaydi. Hozirgi zamonimizga qarasak, boshqa ko'p o'lchov va tarozilarni ko'rishingiz mumkin. Masalan, kilovat soat deymiz yoki misol uchun texnikadagi vat va quvvati deysizmi? Mashinalarni ot kuchi, elektromobillarning bosib o'tadigan masofasini ko'rsatkichi yoki telefoningizni gigabayti va hokazo. Demak, o'lchov va tarozi mavzusi hali ham aktual bo'lgandan keyin bu oyatdagi eslatma va ogohlantirishlar faqat Shuayb qavmiga emas, balki hozirgi zamondagi hammaga tegishli bo'ladi. Va xuddi shu mantiq bilan keyingi qilmishlariga qarasangiz, ular yerda ko'p fisq va fasod va buzg'unchilik qilgan ekanlar. Yo'l to'sarlik qilib odamlarni qo'rqitishgan va Allohni yo'lidan ajratishgan. Ozgina fikr yuritgan odam uchun yer yuzida bo'layotgan fasodni hozir ham ko'rish qiyin bo'lmaydi. Urush va qirg'inlar bilan bir qatorda deyarli barcha sohada buzg'unchilik ro'y bermoqda. Bu qissa va oyatlarda shu ishlarni qilayotganlarga ham ogohlantirish bor. Xo'sh, endi odamlarni narsasini kamaytirib qo'yish nima ekan? Bu xitob Shuayb alayhissalom va Madyan ahli qissalarida 3 marta takrorlangan va bu narsa ham hozir ko'z o'ngimizda bo'lib turmoqda. Ayniqsa shu yili u ancha jadallashib ketdi. U tilla bilan sodir bo'lmoqda. Tarixdan bilamiz, doim hamma zamonlarda pul bu tilla va kumush bo'lgan. Qur'onni ham o'rgangan ziyrak odam Allohning nazdida pul tilla va kumush tangaligini bilib olishi qiyin bo'lmaydi. Faqat hozir mana 50 yildan ortiq pul qog'oz pul ko'rinishiga o'tkazilib, tilla va kumushdan mutlaq uzib qo'yildi. Va meni taxminim tilla kumush pulga yana qaytiladi yoki ularga bog'langan pulga yana qaytiladi. Katta ehtimol bilan raqamli elektron ko'rinishda. Xullas, tillaga pul sifatida qarasak, bu yil 2025-yil nima o'zgardi deb savol beramiz. So'nggi bir yilda tillaning narxi taxminan $2000 dan $4000 ko'tarildi. Tillani pul sifatida tilla tanga deb olib bitta misol aytamiz sizga. Masalan, mashinangizni narxi $40,000 edi bir yil oldin ham, hozir ham shartli ravishda narxi o'zgarmadi, $40,000. Tilla narxi $2000 paytida mashinangizning qiymati 20 tilla tanga edi. Qo'lida 20 tilla tangasi bor odam uni dollarga almashtirib, sizning mashinangizni sotib olsa bo'lardi o'tgan yili. Hozir esa bitta tilla tanganing narxi $4000 ga ko'tarildi. Mashinangizning narxi esa 10 tilla tanga bo'lib qoldi. Ya'ni 20 tilla tangadan 10 tilla tangaga tushdi. Bu narsa hamma narsaga tegishli. Kiyim-kechagingizdan tortib, telefoningiz, uy-joyingiz yoki oladigan oylik maoshingiz yoki hattoki katta ko'chmas mulklaringiz va zavodlaringizga ham tegishli. Kambag'al bo'lasizmi, boy bo'lasizmi, kattami, kichikmi, hammaning narsalari qiymatini 50% ga yo'qotdi so'nggi bir yilda. Odamlarning narsalarini kamaytirib qo'ymang. Siz narsalaringizni qiymatini teng yarmini yo'qotdingiz. Lekin qayoqqa ketdi u teng yarmi deb savol berishingiz mumkin. Yoki kimgadir o'tib ketdimi? Shunchaki yo'q bo'lib qolmagandir. Endi tasavvur qiling, kimnidir qo'lida o'tgan yili 10 ta tilla tanga bor edi. U pulga sizni mashinangizni sotib ola olmasdi. Sababi uni qiymati 20 tilla tanga edi. Bu yil esa o'sha 10 ta tilla tanga bilan mashinangizni bemalol sotib ola oladi. Yoki kimnidir aytaylik 5000 tilla tangasi bor edi o'tgan yili, u bilan sizni zavodingizni
yoki binoyingizni yeri bilan qo'shib sotib olishiga qurbi yetardi. Hozir esa yoningizdagi siznikiga o'xshagan binoni ham qo'shib sotib ola oladi. O'sha odam uchun sizni narsalaringiz teng yarmiga arzonlashdi. Bu narsa butun dunyo miqyosida sodir bo'lmoqda va bu narsa o'sha boya aytganimiz 50 yildan beri davom etayotgan edi, qog'oz pul va inflyatsiya ko'rinishida. Bu yil esa boshqa ko'rinishda jadallashib ketdi va hali yana davom etadi. Alloh aynan odamlarning narsalari deyishi ham bejizga emas. Oltin kumushdan boshqa sizdagi bori hamma narsa bu narsalar, ashyolar. Haqiqiy mol-mulk esa bu oltin va kumushdir. Shuayb alayhissalomning bu xitobiga qavmini zodagonlarini javobini bir qarang. Mol-mulkimizda xohlaganimizni qilmasligimizni amr qilmoqdamisan ey Shuayb? Odamlarda narsalar, ularda esa mol-mulk. Xulosa o'rnida Shuayb alayhissalomni qavmi bu xitoblarni tushunmasdan rad etganini eslatmoqchimiz. Ular qabul qilmadilar, inkor etdilar, qilmishlarida davom etdilar. Ota-bobolari ibodat qilgan narsani ham tark etmadilar. Alloh Shuayb alayhissalom va mu'minlarga najot berdi, ularni qutqardi. Zulm qilganlarga esa Alloh qattiq azob yuborganini bilib olasiz. Ularni qattiq zilzila bilan tutdi va ular diyorlarida to'kilib tushdilar. Ular yer yuzidan yo'q bo'lib ketdilar. Xuddi yerda umuman yashamagandek bo'ldilar. Mana shu qissada hamma uchun ulkan ibrat va zulm qilayotganlarga ogohlantirish borligini tushuntirib bera oldik deb umid qilamiz. Salomat bo'ling.